Yangi yil-ku joiz emas, tushunarli. Hech bo'lmasa Qorboboning kiyimini kiyib, soqqani ishlasak nima deysan? Zo'r pul tushadi. Keyin shundan topgan harom pullaringni farzandlaringga yedirasanmi? Qanaqasiga harom bo'lsin? Shunchaki yaxshi niyat bilan xursandchilik xolos-ku. Birodar, avvalo Qorbobo kimligini bilib olishimiz kerak. Ingliz tilidagi Santa Claus aslida avliyo yoki muqaddas Nikolay bo'lib tarjima bo'ladi. 4-asrda yashab o'tgan mushrik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan kitobga ham, yolg'iz Allohga ibodat qilishga ham ochiq qarshi bo'lgan va hattoki Iso alayhissalomni Xudo deb e'tiqod qilgan. Ochiq mushrik najas bo'ladi. O'sha paytda yosh bolalarga sovg'a tarqatgani uchun e'tirof qilinardi. Keyinchalik bu narsa qadimgi slavyanlarga borib taqaladi. Ular urf-odatlar bo'ladi. Har yili qishda qishloqdagi eng chiroyli qiz tanlab olib, o'rmonga olib boradi, tahqirlaydi va uni daraxtga iladi. O'sha paytda uni ichki a'zolarini olib, daraxtga ilib qo'yadi va shu orqali ruhlarga ibodat qilgan. Va keyin hayvonlar uni a'zolarini yeyishiga qarab, kelasi yilga fol ochgan. Mana shu paytdagi mana bu archa ularning ilohiy daraxti, ichki a'zolari osilgan bu qiz qorqiz bo'ladi. Hozir biz Qorbobo deyotganimiz esa o'sha paytdagi qohin. Undan tashqari sovuq hududda yashaydigan ayrim odamlar archa daraxtini sovuqdan himoya qiluvchi daraxt sifatida ko'rishgan, chunki u sovuqda ko'm-ko'k turardi. Uylariga olib kirib bizni himoya qiladi deb, kerak bo'lsa eshiklariga ham ilib qo'yishgan. Hozirgi paytda biz isiriq, taqa, ko'zmonchoq ilib qo'yamiz-ku, xuddi shunaqa bir xil bo'lgan. Mana bu barchasi biroda shirk bo'ladi. Agar sen mana shu mushrikning kiyimini kiyib, ular qilgan amallarni bajaradigan bo'lsang, unga taqlid qilayotgan bo'lasan. Bu harom bo'ladi, bundan topgan puling ham harom bo'ladi. Xo'p, shu gaplaringga birorta dalil bormi hadisdan, ulamolar fikridan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ochiq hadis bor. Kim bir qavmga taqlid qilsa, u o'shalardandir. Hozir sen ularni diniy liboslarini kiyib, ularga taqlid qilyapsan. Mana shu narsa bo'ladi. Undan tashqari Imom Azam rahimahulloh ham aytadilar. Kofirlarning bayramlarida ularni qo'llab-quvvatlash, ularga yordam berish gunoh bo'ladi, balki haromdir. Hattoki ularni bayramlariga oid bo'lgan buyumlarni, kiyim-kechak bo'lsin, maxsus ovqati bo'lsin, bularni sotish ham joiz bo'lmaydi. Endi qanaqasiga bu kiyimlarni kiyib, sen u odamga taqlid qilib pul topmoqchisan, birodar? Lekin dadam qilsa bo'lar dedilar-da. Dadam ham ilmi bor, ijozalar olganlar. Xo'p, dadang birorta hadisdan yoki 4 mazhab imomidan birorta dalil keltirib aytdimi bu gapni? Yo'q, endi dalil aytmadilar, lekin dadam ham ilmi bor-da, osmondan olib gapirmasalar kerak. Birodar, men senga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini aytsam, sen menga dadangning so'zini aytib, bu hujjatni tashiysanmi? Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi: "Men sizlarni boshingizga osmondan tosh yog'irishdan qo'rqaman. Men sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa dedilar desam, sizlar menga Abu Bakr bunaqa deyapti, Umar bunaqa deyapti deyapsizlar" deganlar. Hattoki sahobaning so'zi olinmaydi agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlariga zid kelsa. Xuddi mendan dalil so'raganing kabi, o'sha hujjati bo'lsa ham, ilmi bo'lsa ham, dadang islom haqida gapiryaptimi? Undan dalil so'rashing shart bo'ladi, birodar. Shunchaki ko'r-ko'rona ergashmaysan. G'orga kirib olishimiz kerak ekanda bo'lmasam. Birodarim, g'orga kirib nima qilasan? Undan do'konga kir, sabzi olib kelgin, men senga zo'r qilib osh qilib beraman. Xo'pmi?